Ro'shan. Tezroq bo'linglar. Bas Kumushapang kelib sizlar maktabingizga yog'oq qo'yadi. Dada. Nima Men Kumushapang mashinalarga o'tirishga qo'rqaman. Nimaga qo'rqasan? Yo'lga qaramay, mashinani oynasiga qarab atirib turadilarmi? Qaysinchi o'g'lim? Kumushapangni mashina boshqarish staji menikidan ancha ko'proq. Yoqmasa, maktabga piyoda ketaveringlar. Menga farqi yo'q. Nimaga endi farqi yo'q? Chunki men bugun maktabga bormayman. Nimaga bormaysan? Kasalmiding? Yo'q. Yangi yildan keyin musiqa mashg'ulotlarim ertalabki paytga ko'chirildi. Ha, gap yo'qda degan. Mana biror joy topamiz. Lekin bilib qo'y. Darsingni 1 soatini qo'yib yuborsang, ko'zlaringga yetolmay qolasan. Bo'llaring. Bordek asal. Kel. Yaxshi yotibdingizmi qizim? Ha? Keling, ko'rishib ko'ramiz endi. O'tir. Ayyo. Men darslarni aytdim. Sen esa tabassum opang bilan qolasan, xo'p? Alohida mashg'ulotlaring bor, xo'p? Dada, men qachon maktabga boraman? Qachon re deyishni o'rgansang, o'shanda maktabga borasan, xo'p? Nima qilib bu? Unga re deyishni o'rgatmoqchi edim. Ammo re deyishni o'rgatsang, umuman gapirmay qoladi-yu. Tinchlikmi qizim? Dada, bu ham Davronga qarab deyapti. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu yerda sizdan boshqa yana bir qiz ishlaydilar. Tabassummi? Tabassum? Ismlari Tabassummi? Qani ular? U bo'shab ketgan. Bo'shab ketgan? Bilmaysizmi qayerga ketganlar? Yo'q, bilmadim. Pul kerak bo'lsa marhamat, lekin tabassum yo'q. Yo'q, rahmat. Oylarni ichib oldinglarmi? Ha? Bo'ldi, jo'nalaring. Kech qolasizlar maktabga. Borib qo'y. Yaxshi borlaring. Voy bolam-ey. Mayli, men shoshayapman oyi. Shoshma. Bir gal shoshmang. O'tir. Menga qara. Bu yangi loyihada ishing ko'payib ketmayaptimi, bolam? Erta ketasan, kech kelasan. Bolalaringni kam ko'ryapsan, bilyapsanmi? Oyi, xotirlamang. Hammasi yaxshi ketyapti. Bu boshlanishida ozgincha qiyinchilik bo'ladi-da. Aytgandek, bugun uyimizga psixolog, logoped keladi. Psix jinni degan? Nima qiladi psix bizning ishda? Oyi, psix deganim yo'q. Psixolog, logoped deyapman. Quronboy Ahmedovich. Bu Kumushxonni yaqin qarindoshi. Uncha yaxshi. Yaxshi doktor deb aytishadi. Quronboy nima qilar ekan biz uyda? Nargizani ko'rib qo'yadi. Voy, Nargizaga nima qildi? Oyi, bu 5 yoshga kirib haligacha R harfini ayta olmaydi. Bola 5 yoshgacha R harfini nimaga ayta olmaganligini bilasanmi o'zi? Xo'sh, sababi nima ekan? Sababi shundaki, qizing erta onadan qoldi. Ona sutini emgani yo'q. Rezinka o'lgurini so'raverib, R harf u yoqda tursa, umuman gapirmaslik kerak edi bu bola. Unga ona mehri kerak. Ona kerak unga, bolam, ona. Yana boshladingizmi, oyi? Yoqmaydi senga bunaqa gap. Oyijon,
aynan shu gapingiz umuman yoqmaydi. Kiring. Mumkinmi? Mumkin. Sizga Xonun Saidovich, yoningizga bir yigitcha kirmoqchi. kim ekan? Bilmadim, jiyanlariman dedi. Rustammi? Yo'q, Rustamjonni taniyman-ku. Bu yigitcha kattaroq. Keyingi paytlarda borgan sari jiyanlarim ko'payib ketyapti. O'zi ikkitagina jiyanim bor. Rustam bilan Sardor. Sardor ham armiyada. Hammani chaqiring, kim ekan u? Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum tog'a. Sardor. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Armiya deymabdir, ha? Yaqindagina yosh bola bo'lib yurding. Qara ko'p tegiz bo'lib qolsan. Qani o'tir. Xo'sh, yaxshi keldingmi? Rahmat tog'a. Tanjonlaring sog'mi? Ha, yaxshi. Xush kelibsan. Xushvaqt bo'ling. Qara bir yil tez o'tib ketganmi? Ha, hozir zamon shiddatkor. O'tadi, ketadi. Mana tog'a, suyunchi bermaysizmi? O'zi aslida askar kelsa boshqalar suyunchini so'rab kelishadi. Sen bo'lsang, Kelganimdan suyunganingizni birinchi bo'lib o'zim ko'rdim. Ha, uni ustiga suyukli jiyaningiz bo'lsam. suyunganimni qayerdan ko'ribsan? Hammasini beravering tog'a. Maydalash sizga yarashmaydi. Yarmini o'zingga olganda, yarmini onangga bergin. Tushunarlimi? Rahmat tog'a. Ammo asosiy suyunchiga hali kelaman. Hali meni yana suyuntiradigan gaping bor. Voy, darrov esingizdan chiqdimi tog'a? Ha, o'zingiz aytgandingiz-ku, armiyaga ketishimdan oldin seni moyliroq joyga joylashtirib qo'yaman deb. Eslang. Moyliroq joy bo'lish kerakmi? Moyli. Moyli bo'lsa moyli. Bajaramiz. Rahmat tog'a. Bo'lmasa kechqurun buvim Ravshan, Nargiza davronlarni olib o'ting. Armiyadan kelganimni nishonlaymiz. Albatta o'tamiz. Mana tog'a, men ketdim. Sog' bo'ling. Alo, assalomu alaykum oyijon. Yaxshi o'tiribsanmi? Ha, tinchlik. Yangilik bor. Suyukli nabirangiz qaytib keldi. Ha, Sardor armiyada. Ha, yaxshi, ko'rinishi yomon emas. Ulg'aygan, pul so'ragan. Hop, birga borib kelamiz. Mana oyijon, yaxshi o'tiringlar. Hop. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kamol akaning uyi shumi? Ha, shu. Yaxshi. Meni bilasizlar, Kumush opa jo'natgan. Bosib turing. Shunaqami? Ha, xo'sh. Men Quronboy Ahmedovich bo'laman men. Xo'p. Men Tabassum bo'laman. Tabassum. Eringga. Yaxshi. Bemorsiz demak, ha, siz. Men bemor emasman. Voy, kim bemorxona bemor? Bu uyda bemor yo'q. Odam chiroyli gapirish kerak. Mana muhabbat haqida she'r aytaman qarang. Muhabbat.
to'xtang. Bitta muhabbat deychmi? Biroq. Ko'rdingizmi? Nutq go'zal bo'lishi kerak. Bemorni ko'rsating. Bemorni oldiga borishimiz kerak. Menga qarang. Menga qarang. Qurbonboy amaki. Bizni Nargizamiz oldiga bunaqa kiyimlarda kirsangiz, uni qo'rqitib yuborasiz. Shuning uchun u sizni doktor ekanligingizni sezmay qolish kerak. Ha, bo'ldi. Kumush opam hammasini aytgan menga. Shunaqami? Qani Nargiza? Nargiza xonasida. Mana shuni olay, falinasiga kerak bo'ladi. Yo'q. Kerak bo'ladi menga. Qaytib chiqib ketdimda, hammasini qo'lingizga topshiraman. Yaxshi, shunday. Qani qoldi. To'g'ri. Yurib qoling. Nevaralar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Sog' bo'ling. Mana shu qizi. Ha, shu qizi. Shirin qiz akam bu. Asal. Asal qizim mani. Shirin qizim mani. Shakar qizim mani. Novot qizim qani. Lekin qizingiz, nevarangiz yomon shirin qiz ekanda, shirin qiz ekan. Demak, Qur'onboy ismi. Qur'on anaki desang ham bo'ladi. Seni isming nima? Nargiza. Barakalla. Lekin maktabga bormasang ham o'qish, qo'shish, ayirish, ko'paytirishlarni bilar ekansan. Barakalla. Qani? Tayyorgarlikni boshlaymiz, xolajon. Boshlaymiz. Arra. Marra. Maya. Traktor. Qani? Yaxshi. Yaxshi emas. Bu joy traktor devoring, traktor devoring, bu traktor. Siz aytsangiz aytib boring, traktor devoring. Doktor. O'zi bu joy to'g'risini aytsam, o'zim uylanmagunimcha nima ayta olmasdim. Ruxsora degan qiz sevib qolib, keyin buni aytadigan bo'ldim. Majbur bo'ldim. Mashq qildim. Hech qisi yo'q, o'tib ketadi. O'tib ketadi. Ana endi keling yaxshi bunday qilamiz. R harfini o'rniga g'ni qo'yib gapirib ko'ramiz. Qanaqa chiqar ekan? Qara. Mana, masalan, ag'a. Mag'a. Traktor. Traktor. O, qarang. Fransuzchaga o'xshaydi. Fransuzcha. Ana endi mashqlarimizni boshlaymiz. Endi menga qarang. Quyonboy. Quyonboy emas. Meni ismim Qur'onboy. Endi juda ajoyib shifokor ekansiz. Rahmat. Rahmat, to'g'ri. Xola. Nabiram charchab qoldi. Bunaqa mashqlar unga sal og'irlik qiladi. Rahmat sizga. Mendan menga roziman kelganingizga. Biz o'ylaymiz shu kelganingizdan keyin R harfini o'rganib keladi qizim. Endi Quyonboy, sizga bitta maslahat. Meni ismim Qur'onboyjon. Siz o'zingizga bir yaxshi doktor toping. Yordamchi kerak menga. Yo'q, men bir o'zim ishlayman. Mayli, sog' bo'ling. Sizga ruxsat. Mayli, Qur'onboymidi, Quyonmidi, boring. Qur'onboy. Sog' bo'ling, xayr. Bilasizmi, opa? Kamol akam to'lab qo'yganlar. Roziman. Ana roziman deyapti-da, yurib qo'ying. Yo'q, men kasbimga sodiqman. Qur'onboy aka. Mashqni davolamasam ketolmayman. Sog' bo'ling, xayr sizga. Hay Qur'on aka. Zarifa, Men o'zim kuzatib qo'yaman. Yurib qoling. Narsalaringizni ham berib olaman. Hammasini. Kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bola yaxshimisiz? Keling o'g'lim. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Bu Tabassum uylarimi? Siz oylarimisiz? Oysimi? Mana shu gulni siz uchun olib keldim. Menga? Ha, sizga. Rahmat o'g'lim. Kiring ichkariga. Yo'q, rahmat. Salonni qo'yarsiz. Xo'p, hadi.
aka shoshmang Mavlono. Sizni kallangiz kalla emas. Bamisol charaqlagan quyoshdir. Kallangizda yangi she'rlar tug'ilyapti. Aka, oxirgi paytda she'r yozayotganim rost. Qayerdan bilasiz? Bu sirni bilish oson. O'qing she'ringizni. Mavlono Davroniy. Tog'lar kezib gullar terdim. Terib terlab ketdim. So'ng yomg'irda qolib ketdim. Shalabbo. Bale, Mavlono Davroniy. Bunaqa bemaza she'rni eshitmagaydirmen. Aka, doim shunaqasiz. Masxara qilaverasiz. O'zi she'r yozsangiz ham mayli ekan. Bo'pti, to'g'ri. Menda bitta fikr bor. Yur qo'shnimni eshitib boramiz. Ketdik. Nima aka? Aka meni ham eshitding? Sen buni eshitishga yoshlik qilasan. Nima? Men ham eshitdim. Nima endi chaqirdingiz aka? Bechora. Assalomu alaykum bujon. Va alaykum assalom. Xo'sh. Nimalar qilyapsizlar bu yerda? Ravshanbek? Ravshantoy. Assalomu alaykum buvi. Voy qilib qiling qursin san bolani. Nima ish qilyaptilaring bu yerda? Bu Quronboy doktori asbobiga quloqqa tiqadigan. Nima qilyapsan bilan? Nega sen bechora, bechoradir. Nega bechora deyapsan? Buvi, qo'shnimiz. Xotiniga qarab sen jodugarsan deyapti. Ko'p yaqin. Mana bir kishi. Qatga qo'yding. Qatdan shundan. Eshityapsizmi buvi? Eshitmayapti. Eshitilmayapti-ku. Nega yaxshilab eshiting? Nima dedi? Nima bo'ldi buvi? Sen shoshmaydir. Shuni qarib o'yini avladimi? Buvi, o'z quloqlarim bilan eshitdim. Nima eshitolmaysiz? Quloqingdan o'rgili. Hech qanaqa tovush eshitganim yo'qman. Buvi, akam bo'lajak musiqachi, quloqlari zo'r eshitadi. Ishoning. Qarang-a, ishoning. Qobiliyatli degmaysanmi yana? Nimasi qobiliyatli buni? Uyatsiz. Qani yana biror marta birovni gapini eshitlaring. Kim? Hozir. Qani oldinga tushlaring. Yuvinib, ovqatlaninglar. Tez. Sudralmasdan, tez chaqma. Alo, assalomu alaykum, eshitaman. Oyi, ishxonaga telefon qilmang degandim-ku. Oyi, boshlig'im shu yerda, eshitib qoladi. Ha, oyi, nimaga? Oyi, men nima qilay axir? Boshqa joydagi kotibalarning ham oyligi menikidan ko'p emas. Ha, oyi, sekinroq gapiring. Boshqa ishni qayerdan topaman, oyi? Xo'p, oyi. Nima? Qari qiz? Kumushga o'xshab? Sekinroq, oyi, eshitib qolishadi. Ha, qarasam ham kumushga o'xshagan qari qiz bo'lmayman. Xo'p, oyi, tavba qildim. Xo'p. Hozir so'rab ko'raman, boshlig'im shu yerdalar. Xo'p, bo'ldi, eshitib qolishadi boshlig'im. Xo'p, oyi, hozir so'rab ko'raman. Bo'pti, xo'p.
eshikni yoping, jon opa, eshikni yoping. Voy, qo'limni 2 kun bo'ladi sindirganiga. Endi mana ko'zinglar ko'rdingizmi, uzun qartirib tashladi hayvon. Voy, jodugarsan deydi. Uzuni qayerdan olding deydi. Voy, uzuni opamdan oldim, qo'shnidan oldim deyishimga qaramasdan ham rosa urib ko'zlarimni qartirib tashladi. Voy, o'zingiz ham oling, to'yga bormayapman, voy opa, jonim aylanib ketding. Qani, ichkariga kiring, bir pazdangizni oling. Voy, bosh qilyapsiz, voylar. Nima deganlar o'ziga bu? Aytganmi bu? Ro'shan akamga eshitish qobiliyatlari zo'r. Nima gap, Gulixon? Xodimlaringizdan biri yoningizga kirmoqchi ekan. Qanaqa masalada? Oilaviy masalada. Yaqinda to'y bo'lmoqchi ekan. Shunga oylik maoshini oshirib berishingizni so'rayapti. Mana kabinetda yo'q qo'y qoling. Ammo men bunday qila olmayman. Gulixon, siz juda ham yaxshi, tarbiyali qizsiz. Yolg'on gapirmasligingizni men yaxshi bilaman. Lekin meni ham tushuningda. Yangi loyihani yo'lga qo'yish oson emas. Keyin esa bu masalalarni hal qilishga hozir umuman vaqtim yo'q. Bir narsa qilib yo'q qo'ying. Axir u shu yerda ekanligingizni biladi. Siz aytib qo'ydingizmi? Yo'q. O'sha xodimingiz menman. Bo'ldi, yig'lamang. Sizdan oldingi xotibani to'yini o'zim qilib berdim. Sizni ham to'yingizni o'zim qilib beraman. Oyingizga aytib qo'ying, hech xavotirlanmasin, xo'pmi? Bo'ldi, endi bor. Rahmat. Voy, hey. Bo'ldi. Xo'p. Rahmat, keyin aytasiz. Tabassum. Tabassum. Qayerga endi tabassum? Tabassumxon. Unaqa emas endi tabassumxon endi. Unaqa emas endi. Nima gap? Mana naqaga bemorga borib keldim, borsa mana farindoskopingiz qanday? Ya, unaqa emas endi. Men keldim, bu yuzga keldim. Narsalarimni qo'ydim mana yerga, to'g'rimi? Ha, haligimi? Ha. O'zingiz mana o'zingiz borsang hamma uyda. Jimi, hozir topib kelaman. Hamma uydami? Ha, yaxshi. To'g'ri, keldim mana shuni yechintirdi. Narsalar qo'ydim. Mana bular qo'yganimdan keyin farindoskop mashina. Ya. Rahmat ekan. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat ekan. Yaxshi qo'y, tabassum qil. Yaxshi. Xo'p. Shunaqayam shirin ovqat qildimki, bolajonlar. Mazza qilib yeysanlar. Qani yemay ko'ringlar-chi. Mana. Qani? Hey bola. Ovqat paytida tinch o'tira olmaysan, san. Ol qo'g'irchoq. Ol sen. Ol bola. Ol. Ey, nima kovlaysan? Yaxshilab yegan ovqatni kovlamasdan. Ye, ol. Alo. Eshitaman. Labe? Ha? Hadichaxon? Voy, o'lay. Tinchlik. Hozir. Voy, o'lmasam, uyda hech kim yo'q edi-ya. Voy, bir chorasini qilarman. Xo'p. Voy, o'lay. Nima bo'ldi, bujon? Hadicha benim mazasi qochib qolibdi. Boravering. Gap katta bo'lib qoldi-ku, bujon. O'zimiz o'tiramiz. Qandoqlarni tashlab ketaman. Biz o'zimiz sinimizga qarab o'tiramiz. Rostdan, bo'lmasam, Ravshan, sen eslab olasan, bola. Ukangga yaxshilab ovqatini yedirib qo'y. Eshitdingmi?
Men ketdim. To'polon qilmalari, ishkal chiqarmalari. Zarif opang ham kelib qoladi. Hozirroq borib kelaman. Ketdim. Ovqatingni ye, Nargiz. Salom, ovqatingni ich. Ichmasang ertaga zo'rmasin. Men buvijonga va'da berib qo'yganman-da. Nega gapirmayapsan? Gapir. İçmiysan-a? İçmiysan-a? Voy bu. Hay! Zarifa! Voy eskinam qursin. Zarifa ruxsat olib ketuvdi-yu bugun. Voy, ey bolajonlarim, ey! Voy bu. Voy, bolamni. Cho'qlari qolib ketdi. Bolam uyg'otish kerak. Aytganday navbatchiman-ku. Voy bolajonlarim. Sekin hovliqmasdan bola. Shoshma. Tabassum. Bunaqa qaymoq olmang, oyi. Bo'lmaydi. Tabassum. Kechqurun issiq hovliqmagin, sekin jon bola. Zamirami, Zarifami degan bir ayol telefon qildi, taniysan? Xo'p, nima masala taniyman. Zamira? Nima dedi? Sovchilikka kelishmoqchi ekan. Nima dedingiz? Kelinglar dedim. Men unaqa deysiz-oyi. Unaqa dema qizim. Kelishmasin. Kelishsin. O'g'illar bilan uchrashuvga chiqqan. Yo'q. Oyi. Voy, bolalarimni-chi, borgan sarichi menga o'rganib, hamma aytganlarimni qilishyapti. Qo'yarmisiz? Enagalik qilayotgan uyimdagi bolalarimga dvorimni kechirasiz. Davron degan shumtakam bor. Shunaqa ham sho'x. Bitta gap kifoya qilmaydi-da, oyi. O'shanga o'qituvchisi bir she'r topshirgan ekan, sinfdagi bolalarga kuz haqida. O'sha bolaga qo'limdan kelgancha shu she'r o'qishni o'rgatgan edim. Tinish belgilariga e'tibor berib, shoir nima demoqchiligini tasavvur qilib, his qilib, ko'z oldingdan o'tkazib, fikrlab o'qigin deb 1 soatmi, 2 soatmi xullas ishladim. Shu to'polonchi o'rgatgan narsalarimni miyasida olib qolib, butun sinf og'zini ochirib qo'yibdi. Borsam ustozi shu maqtaydi. Qarang, mehnatim besamar ketmabdi. Ravshan degan akasi bor o'sha bolani. U shunaqa chiroyli ashula aytadi, fortepiano chaladi, shunaqa qobiliyatli oyi. Bir nechta ashulalar qilgan, dadasi bilan ashulalarini yozgan, lekin ashulalar har qayoqda. Hammasini jamlab, to'plab disk chiqarishga buyurtma berib qo'ydim. Qo'yamiz disk nima? Oyi, xonandalar chiqaradi-ku, disk ashulalar, albom, ustida chiroyli rasmlari bilan. Rasmini ham buyurtma qilib qo'yishim kerak. Syurpriz qilaman. Chiroyli qilib. Voy, qani zo'r narsani qilaman. Nargiza degan shumtaka bor. Kichkinagina erkatoy, biram tantiq. Shu qizamchi oyijon gapimga kiryapti. Aytgan narsalarimni qiladi, qilmadigan narsalarimni qilmaydi. Xullas oyijonim, vaqtim, harakatlarim hammasi kuchini ko'rsatyapti. Hali qizingiz shunaqa narsalarga erishadi. Nechimdim qulashga qo'ymaysiz. Qarab turgansiz badan tarbiyani boshlaydi. Bugun badan tarbiya qilmaylik. Yo'q. Qilamiz. Badan tarbiyani har kuni qilish kerak. Bo'pti, faqat o'zingiz ko'rsatib berasiz. O'zim? Gap yo'q. Qani, boshladik. Birinchi mashq. Qo'llarimiz oldinda. Ketdik. 1 2 3 4 1 2 3 4
Ikkinchi mashqni boshlaymiz. Qo'llarimiz oldinda. Boshladik. 1 2 3 4 Kallasi bormi? Kallasi yo'q. Mashq bu, badan tarbiya. Buvajon, men yaxshi qilyapman. Hammasidan sen zo'rsan. 3-mashqimiz. Qo'llarimiz oldinda. Shu qo'llarimizga oyoqlarimizni yetkazamiz. Qani, boshladik. 1 Badan tarbiyani o'rniga o'rtay bo'lguncha Yana kumush kelib qolmasin. Kumushing, u ham enagami? Kamol akani enagasi. Nimalar deyapsan? Axir Kamol aka ko'p katta kishi. Hazillashdim. Kamol akani menejeri. Oyi, shu uyda ishlashimdan berichi o'sha kumush tannoz bor-ku, cho'qigan. Ilmoqli gap qiladi, kesatadi, faqat shu menga qarshi gap qiladi-ya. Lekin Qurmag'ur juda ham o'ziga qarab yuradi, oyi. Ozishim kerak. O'zi shundoq ham ozib ketyapsan-ku, qizim? Yo'q, u juda ham ozg'in. Shunaqa atirlarni sepadi, shunaqa kiyimda kiyinadi. Ha, o'sha ilon bilasizmi nima dedi menga Yangi yil kechasida? Bu oiladagilar bilan ja inoqlashib, ahillashib ketibsizmi? Yana enagalikdan bekalikka o'tib olmang. Bu uyda propiskaga o'tib olmang desa bo'ladimi? Qoyilmisiz? Men ham bo'sh kelganim yo'q. Nima deding? Yaxshi fikr. O'ylab ko'raman deb battar kuydirdim. Ayo, bo'pti. Ketdim, oyi, kech qoldim. Ilog'oning. Xudoyim har doim seni qayerda bo'lsa, o'zi avaylab asrab yursin. Omading bersin. Alloh akbar. Oyijon, bu safar ham o'zingiz yig'ishtirishga to'g'ri keladi, kech Men qoldim. ishga ketaman. Boshlagan ishingni tugatib ketgan. Oyijonim, ertaga hamma ishlarni qo'yaman o'zim. Hovliqmasdan sekinroq yur. Qo'rqinchliroq ekan-a. Judayam tez aylanar ekan. O'takam yoraydingiz-ku, Kumushxon, qayerga kech qolasiz? Bu yerda nima sizga konsert zalmidi yo vokzalmidi? Poyezd kutadigan. Qanaqa konsert? Qanaqa vokzal? Maktabga kech qolmadimmi? Voy, Kumushxon nima? Qaytadan maktabda o'qimoqchimisiz? Zarif opa. Choy. Kamol Saidovich menga yana qo'ng'iroq qildilar. Kumushxon. Qani bu yerga kelgan. Azizim. Mana vaqtim yo'q. Ancha xursand. Bolalarni maktabga olib borib qo'y. Bunday bo'lsa azizim, kech xavotir olmang. Hali bolalar endi tayyorgarlik ko'rishadi. Sezyapti. Hech ikkilanmay bag'rimga talpinadi. Anu tasqari ham shu yerdami? Kim? Tirjigan. O'ziga yaqin olyapti. Kuydirgan kalla. Sizni ha. Men keldim. Hammaga salom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisizlar? Kuydirgan deb bir narsalar dedinglar. Yo'q, hozir siz haqingizda. Kim kuyibdi? Nima kuyibdi? Yo'q. Yo'q. Bolalar Hozir siz tinchmi? haqingizda. So'rashyapti. So'rayatdilar Kumushxon. Ilgilari yoqadi Tabassumxon dedim. Biroq chiroyli kuladilar-ki. Shunaqa yoqadiki. Ilgilari ko'rgan yigit yuragi kuyib, ado bo'lib, tap-tap yo'lida yiqilib tushadi. Shunaqalar dedimmi? Kulgilari o'zlariga yarashtiradigan. Judayam. Har bir kulgilardan yigitlar kuyib, yonib tap-tap yiqiladigan. Tabassumxon kelmadlar deb turganlar. Voy, rahmat, Kumush opa. Lekin sal
oshirib yuboribdilar-da, a? Endi hozirgi yigitlar bizda qilag emas. Kumush opamga o'xshagan, o'ziga qarab yuradigan opalarimiz uchun kuyib ado bo'lishadi. Voy, Zarif opa, qo'rqib ketdim-man. Bolalar yana bir narsa qilib, yo'q, o't qo'yib yuboribdi. Yo'q, maktabga tayyorgarlik ko'rishyapti. Juda yaxshi, mayli. Bolalarni olib bo'pti, bemalol. Mayli, yaxshi. Bilmayapman. Siz bilan yaxshi munosabat o'rnatishga ozgina qalinroq, hozirgidan boshqacharoq. Meni tushunayotgansiz. Zarif opa, Yanayam men ketdim. Yaqinroq. Bolachi? Bolalarni ana bu donjuan o'zi maktabga olib borsin. Yaqinroq. Qalinroq munosabat. Obbo. Hali yugurganniki emas, yurganniki bo'lar. Keling, ajab kelibsiz-da. Mana shu vanna 3 kundan bir sovuqadi bolam. Komil akam iltimos qilganlariga keldim de xola. Ha, baraka top. Bo'lmasa ish ko'p. Sizga o'xshagan kampirlar chaqiradi, bunisi chaqiradi, bolam, voy, menga qarab bergin, men buni ketgan. Voy, xola. Abi jo'mrayni ustiga chiqib cho'mildinglarmi buni? Nabiralarim juda ham sho'x. Mana shu yoqqa kiring. Nima bo'lsa to'g'rilaydi, yaxshilab. Keyin Kamol bilan gaplashaverasiz. Ha, bo'pti endi, nima bo'lsa bo'ldi endi. Alaykum assalom, keling, yaxshimisiz? Voy, nima qora bo'lib yuribsiz? Voy, qarang, biram shiringina qilib non yopishibdi. Novvoylar. Ikkitagina shundoq berib ketishdi. Rahmat. Sizga ilindim-da, opajon. Yaxshi yuribsizmi? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Voy, opajon-ey. Tinib tinchimagan odamlar deyman-da. Ha. Uyimga mehmonlar kelib qopti. Ha, voy, opa, yog' bor, go'sht bor, qozon bor. Nima yo'q ekan? Guruch yo'q ekan. Guruchingiz yo'q ekanmi? Ha. O'shanga ozgina guruch berib tursangiz degandim. O'sha yerdan olaman. Oling, bemalol, hech xijolat bo'lmang. Qaysi birida endi? Ana shu kattasida. Ha, ana shu. Opa. Tavba qildim. Bu yerda ham idish-bidish bo'lsa kerak. Afandidek, o'g'li bilan mehmondorchilikka boribdi. Endi hamma narsa bormish stol ustida. Voy, oshidiyu, suyug'idiyu, qo'yig'idiyu, shashligidiyu, hamma narsalarni yeb o'g'li otasiga qarab, dada, ana burchakda turgan qovun bilan tarvuzni yeb, keyin qatta uxlayman. O'shanday joningizga tegib ketmadimi? Yo'q. Bu narsani so'rab kiraman. Hali bu narsani so'rab kiraman. Xafa bo'lmaysizmi? Ko'nglingizga olmaysizmi, opa? Onaxon, nimalar deyapsizmi? Axir siz begonamisiz menga. Shunchalik ko'nglingiz ochiq bo'lib menikiga kirib kelyapsizmi? Men xursandman, jonim, xursandman. Hali aytishadi-ku, saxiylarga Xudo beribdi deb. Bersin iloyim.
super kley bormi? Super kleyni yopishtirib qo'ysa bo'ldi ekan. Shuncha vaqtman men. Xolaja qiyin bu ey. Jo'mray olib kelish kerak yengil. Mamlarni almashtirish kerak hammasini. Men boshqa olib kelib qo'ya qolaman. Almashtirish kerak xola. Mamani yo'q olmay turinglar bo'lmasa. Pastida yuvaverasizlar. Sizga ko'p bersin opa. Rahmat. Shuncha yaxshilik qilib. Rahmat. Opa. Endi men bunga solib o'tiramanmi? Idishi bilan olib kirib ketaman. Keragini olaman, qoladi. Qaytarib olib chiqaman. Mayli, faqat sindirmang idishni. Bo'pti, mayli. Ozgina olaman, qaytarib olib chiqib beraman. Maylimi? Endi sindirib qo'ymay, to'kib olmay deyman-da. Bo'pti, bola? Bo'pti, yaxshi qilib oling. Ey Ranoxon, tinchimagan bola. San bola qo'ymaysiz. Tema, ochma, tegma. Nima bu? Hozir suv ichasan-da, tomog'ing og'riydi. Zo'rg'a tuzatganman, bo'ldi endi. Tobangdan keting sandaka boladan. Tomog'ing og'ridi, endi tuzaldi. Nonga tegma. Hozir non yeb olasan-da, ishtahangni buzasan. Buvi, Ra'no xolam ne chiqdilar? Guruchi yo'q ekan, guruchga chiqdi bola. Hamma narsa so'raveradilar. Endi o'zini yaqin oladi-da bizga. Shuning uchun bemalol kirib so'raveradi. Jon bolam, saxiy bo'lgan yaxshi. Saxiylarga Alloh berar ekan. Tushundingmi? Buvi, men katta bo'lsam Ra'no xolamga o'zim yordam beraman. Oy, o'rgitsin sandan. Sandagi saxiy boladan oying o'rgitsin. Ravshan qani? Buni o'tdilar. Chaqir. Qo'llaringni yuvib kela qolinglar. Xola xushxabar, ertaga tuzatib olib kelaman. Xolangiz ba'zida men o'zim sizni kuzatib qo'yaman. Sadi. Abror aka? Yaxshimisan? O'zingizmisiz? Yerdaman. Men bu yerda yashayman. Turmushga chiqdim. Yo'q. Safar opamga yordamlashib yuraman. Jo'mrayni tuzatgani keluvdim. Ishdaman. O'zgarmabsiz. O'zing ham hech o'zgarmabsan-a? Qani ham o'sha chiroylisan. Rahmat. Zari, men ertaga kelaman. Uyda bo'lasanmi? Kelasiz. Yana ko'rishamiz-a? Yaxshi o'tirgan. Zari. To'xtang. Mana to'xtadim. Nimaga meni kuzatib yuribsiz? Yaxshimisiz? Yaxshi emasman. Nimaga meni poylab yuribsiz? Sizni 1 minut vaqtingiz olsam maylimi? Shundoq ham vaqtimni olyapsiz, gapiring. Bilasizmi? Siz bilan yaqindan tanishmoqchi edim. Bilasizmi? Siz menga juda ham yoqasiz. Sizni qayerdadir ko'rganman. Ha, siz gul do'konida ishlaganimda har kuni kelib bittadan guldasta sotib olardingiz-a? Ha, shunaqa. Ha, keyin o'sha sotib olgan guldastalarni eshigimni tagiga ham siz qo'yib ketardingiz. Qo'shniga unaqa qilardingiz. Men siz bilan yaqindan tanishmoqchiman. Gap bu yo'da-di. Siz uyimni yaxshi bilasiz-a, qayerdaligini? Ha, bilaman. Nima deb o'ylaysiz? Bu meni qanaqa uyim? To'xtang. Nima? Siz turmushga chiqqanmisiz? Ismingiz nima? Sherzod. Sherzodbek. Siz hali hayotingizda juda ham ajoyib, ertaklarda ta'rif etiladigan malikani uchratasiz. Men esa
uyimdagilar kutishyapti. Baribir sizdekisini topa olmayman. Assalom, o'zimmi, Irinim. Boshqa kechib qolmayman. Kutib qoldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Tinchlikmi? Voy, siz so'ramang. Nima bo'ldi deng? Nima bo'ldi? U kampingga bir yigit ancha joydan meni kuzatib, mana shu yoqqa yetganda sizni yaxshi ko'rib qoldim, sizda ko'nglim bor desa bo'ladimi? Voy. Shunaqa-de. Kim ekan? Mani qizimga sevgi izhor qiladigan. Bir gaplashib qo'ying. Bo'ldi, yo'lini ko'rsatib qo'ydim. Ajab qizsiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Kelaqa o'zim salim, sog'inib ketdim. Salom sog'in deymish. Adajoningga yodlagan she'rimizni aytib berdingmi? Nima dedilar? Yaxshi dedilarmi? Yana yodlaymiz hali. Aya, keling, qayerga o'tirasiz? Yoqqanmi? Yo'q, keldim. Shunaqa gaplading. Biz bir-birimizni sog'inib qopmiz. Endi gap bunda. Bugun peshindan keyin mehmonga bormoqchimiz. Agar istasangiz, biz bilan borsak xursand bo'lardim. Men bormay qo'yqali. Qanaqa mehmondorchilik ekan? Voy, hali xabaringiz yo'qmi? Voy. Bosh nabiram Sardorjonim armiyadan kelgan. Armiyadanmi? Bag'ringiz to'lib qopti-da. Gapirmang. O'shanga bugun hammamiz yig'ilmoqchi edik. Ayajon, siz hech xavotir olmasdan mehmondorchilikka yaxshi borib keling. Men hamma bolalarni yig'ib darsini qildiraman. Yana mashg'ulotlarni bajaramiz, mashq qildirtiraman. Yo'q, Tabassumxon, bolalar ham borishadi. Shuning uchun sizni yuring deyapman. Bularni ham olib ketasizmi? Unda men uyda qolib nima qildim? Uyga boraman, bo'lmasam, chala qolgan ishlarimni qilaman. Onamga yordam beraman, Ertaga ertalab kech qolmasdan kelaman. Bo'lmasam, bora qolay-a? Ayajon, bugungi kunni bo'lmasam belgilab o'chirib qo'yarsiz, Nimaga? Sardorimni armiyadan kelgani kunini belgilab qo'ying. Yo'q, bugun axir ishlamayapman. Shuni o'z uchun belgilab qo'ysangiz, men ham uyda o'zim uchun belgilab qo'yaman. Voy, tavba. Hali shunaqaman-deng. Va siz. Va ajoyibsiz, ajoyib. Nima bo'lar, nemisdan haligi saboq olganmisiz? Nega? Voy qizim, ajoyibsiz, ajoyib. Unaqa emas. Men sizni bu uyda kuni bilan bo'lganingiz uchun emas, bolalarimga mehr berganingiz uchun, tarbiya berganingiz uchun pul beryapman. Siz bunaqa gaplarni o'ylamang hech. O'zingizga ma'lum, 10 tadan ortiq enaga ko'rdi bolalarim. Bilaman. Siz shumtakalarim bilan til topishib ketdingiz. Ular ham sizni yoqtirib qolishdi. Bundan juda ham xursandman. Men ham bularsiz yasha olmayman endi, Sapuraya. Rahmat. Ayajon, aytgancha Ravshanni fortepiano ustozi o'zgaribdi. Yangi ustoz kelibdi. Shuning uchun siz bilan tanishgani uyga ketib ketar ekanlar. Baholari, xulqi, intizomi yaxshi ekan. Lekin davroningiz biroz sho'xlik qilayotgan ekan. Sho'x, bu boshqacha. Bilasizmi nima bo'pti? Ifodali o'qish bo'yicha o'qish darsida she'r o'qib hammani og'zini ochirib qo'yibdi. Ustozi unga semiz beshib qo'yibdi. Davronga. Yaxshi. Bolalarimni maktabidan ham xabar oldingizmi? Albatta, ayajon, bu o'zimga ham kerak. Sizdan. Tabassumxon, qachon meni oyingiz bilan tanishtirasiz? Qachon mehmon qilib olib kelasiz bu yoqqa? Bir kun olib kelib tanishtirib qo'yarman. Nima ish qiladilar oyingiz? Ona tili adabiyotdan kollejda dars beradilar. Shunaqa deng. O'qituvchiding. Bir kun albatta tanishtirib qo'yaman. Iloy aytganingiz. Bo'lmasam, men bora qolay. Mayli. Mayli. Kiyintirib beraymi Nargizani? Yo'q, shundoq ketaveradi Nargiza. Yaxshi qiz bo'lib, mehmonga borib keling. Xo'pmi? Mayli, ayajon, ertaga kelaman. Kech qolmasdan kelaman, xo'pmi? Bo'pti, sog' bo'ling. Rahmat. Salom deng. Xo'p, ayajon. Kiyimlarimni oling.